Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodar, siz bilarmidingiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng oxirgi qilgan amallari qaysi? Bu to'g'risida Rahiqul Maxtum kitobida keltiriladi-ki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng oxirgi qilgan amallari bu misvak edi deb. Bu to'g'risida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyrat kitoblarida keltiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafotlari yaqinlashgan mahalda Oysha onamizning xonalarida edi. Mana shu mahalda Oysha onamizning ukalari Abdurrahman bin Abu Bakr radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlariga kirdi. U zotning qo'llarida misvak ham bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'zlari misvakka tushib qoldi. Shu mahalda Oysha onamiz aytdilar: "Ey Allohning elchisi, misvak qilib berayinmi?" Hamda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ma'qul deb turib boshlarini harakatga keltirdilar. Oysha onamiz o'sha misvakni ukalarining qo'llaridan olib, o'zlari yumshartirib, hamda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga misvak qildirdilar. Mana shu joydan bilinadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng oxirgi qilgan amallari bu misvak ekanligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshqa bir hadislarida aytadilarki: "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Kim mening sunnatimni tiriltirsa, unda o'sha inson meni yaxshi ko'ribdi. "Va man ahabbani." Kim meni yaxshi ko'rsa, kana ma'iya fil janna. U inson meni bilan jannatda birga bo'ladi. Hurmatli birodar, siz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lishni xohlaysizmi jannatda? Unda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tiriltiring. Mana hozirgi kunda misvak to'g'risida ko'pchilik insonlarning xabari yo'q. Xabari bor insonlar ham misvakka ko'ngil burib, ehtimom qilishmaydi. Hurmatli birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam misvakning qanday zarur amalligi to'g'risida boshqa bir hadislarida aytadilar. Agarda men ummatimga qiyin bo'ladi deb hisoblamaganimda, unda har bir namozning oldidan misvak qilishga amr qilib hukm qilar edim deb. Boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "As-siwaku matharatun lil fami." Misvak og'izning tozaligiga sababchi, va mardatun lir robbi, hamda Allohning Robbining roziligiga ham sababchi bo'ladi deb. Mana shu sababdan ham bugun sizlar bilan misvakni qanday to'g'ri qilinishi to'g'risida biroz so'z qilamiz. Avvalambor biz misvakni olib olamiz. Misvakning odoblari to'g'risida Miroqatul Falah kitobida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu so'zlarni aytgan. Misvak qilishdan oldin misvakni suvlab olinadi, hamda og'izni ham biroz suvlab olinadi. Undan so'ng bo'lsa misvakni shu tarzda ushlanadi. Hamda o'ng tomondan misvak qilishni boshlanadi. Misvak qilganda ko'ngil buradigan bir joyda misvakni tepadan pastga emas, balki misvakni to'g'risidan tortiladi. Shundoq qilib, o'ng jaq tomonni 3 marotaba, oldini 3 marotaba, hamda tishlarning chap tomonini 3 marotaba tortiladi. Mana shundan so'ng bizning misvak amalimiz to'liq bo'ladi. Boshqa bir ulamolar ham aytishgan, misvakni qilib o'tgandan so'ng tilning tepasini 3 marotaba tortib qo'ysa, hamda tanglagiga ham 3 marotaba tegizib qo'ysa, oshqozonga o'ta ham ko'p foydasi tegadi deb aytishgan. Hurmatli birodarlar, Alloh taolo barchamizga mana shu misvak amaliga bek bo'lib, o'zimiz har bir uchurda misvak qilib yurishga imkoniyat bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.